Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Etihad stadiumdamiz. Manchester City o'yingohi yonginamizdamiz mana. O'sha O'zbekistondan kelgan hammalar tanigan Shohruxbek ukamiz o'z ijodlarini maydon yonginasida davom ettiryapti. Va sizlarga ham hammamiz Abduqodirni qo'llab-quvvatlab hammamiz mana 45 kiyib olganmiz. Shohruxbek ham mana 45 mahalliy muxlislar mana bu ijodini tugatdi. Abduqodir Husanov ayoq qo'ydi mana bayrog'imiz va endi kraska orqali o'sha barmoqlar bilan tekkizib yana boshqa ijodini boshlagan. Shohruxbek o'zbekistonliklarga bitta alangali salom alaykum. Sizlar bo'lsa layklarni bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Xudo xolasa yana chiroyli videolar qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat.